Good afternoon. On behalf of EduAction IELTS Test Center, we would like to welcome you to this IELTS test session. First, we will do the listening test, then the reading test, and then the writing test. We will now start the listening. Do not open the booklet until the speaker tells you to do so. Now we will do the reading test. You should have your answer sheets with the reading side up. Please stop writing, close your question booklets, put down your pencils. Please, invigilators, please collect the answer sheets. We will now do the writing test. Please stop writing, close your question booklets, put down your pencils. Invigilators, please collect the answer sheets. This is the end of our test. Thank you for your cooperation. Do not take any test materials out of the room. Dahshatli holat, ha? Shuncha tayyorlanganingiz bir tiyin bo'ldi. Shuncha o'tlagan grammatikangiz, Galiyetsinskiy bog, ichidagi mavzularni aytmaysizmi? Past perfectlar, futurelar, passive voice, conditionals. Birortasini yozib ko'rsatib bera olmadingiz. Yodlagan so'zlaringiz-chi, takoy, C1, C2 level deganlar. Birortasini inshoda ko'rsatib bera olmadingiz. Listening, readingga bilingiz yetdi. Writing kelganda 0. Sabab noto'g'ri narsani yozganligingiz yoki o'rganganligingiz uchun emas, balkim nima yozishni bilmaganligingiz uchun. G'oya umuman yo'q. Va ishoning, bu borada siz yolg'iz emassiz. Writing va speakingdagi asosiy muammoingiz? Writingda asosiy idea, g'oya kelish. G'oya topolmasligi albatta eng katta problemimiz uchun. Birinchi o'rinda g'oya, ikkinchi o'rinda vocabulary. A lack of ideas. Ideyani yetkazib berish. G'oya yetishmasligi. Odatda ideya yetmay qoladi. Ideya tanqisligi. Lack of ideas. Nima yozishni bilmay qoldim. Ijodiy inqiroz qadimdan san'at sohasidagi taniqli ijodkorlarni ham qiynab kelgan. Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Charles Bukowski, Oscar Wilde, ularni hammasi ilhom parilarini keltirish uchun bir sinalgan usulni qo'llashgan. Siz bilan endi aqlliroq yechimni topamiz. Bugungi videoda nega sizni miyangizga g'oya kelmasligi, kelganda ham nega siz ularni umuman yoritib bera olmaysiz va eng muhimi, qanaqa qilib kasbingizni o'zgartirish, yosh bola bilan suhbat qurish va 4 tagina savollar o'zingizdan so'rash orqali ideya mashinasiga aylanishingiz mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Let's go. Bir ajoyib iborani eshitganmiz. Put yourself in their shoes deyishadi, ya'ni o'zingizni boshqa bir insonni o'rniga qo'yib ko'rish ekan. Shu ishni qiladigan odamlar bizda keng fikrlaydigan odamlar hisoblanadi. Siz qanaqa odamsiz? Keling, mana tekshirib ko'ramiz. Mana bu qog'ozda qaysi sonni ko'ryapsiz? Qaysi son shakllantirilgan? 6 deyishingiz mumkin. Men 9 deyman. Bu prosta qaysi hozir Google'dan qarashingizga bog'liq ekan. Writingda g'oyasi yetmaydigan insonlar bu mana xuddi shunaqa, faqatgina bunga bitta tarafdan qaraydigan, faqatgina bitta ko'rsatilgan narsada bitta narsani topadigan insonlar bor ekan. Siz buni chetroqqa chiqishingiz kerak. Siz tepasidan qarab ko'ring, pastidan qarab ko'ring. Boshqa bir insonni, boshqa bir soha vakilini perspektivasi, nuqtai nazariga
kirib ko'rishingiz kerak bo'lar ekan. Oddiy bir maslahat, o'zligingizdan tashqariga bu yoqda chiqing, chunki sizdagi bu yerda hozir bilim ko'pincha bizda juda ham cheklangan bo'ladi. Buni keling sizga bitta misolda IELTS savolida 2020-yilga tushgan essay topikda ko'rsatib beraman. The number of cars has increased significantly in major cities. What problems does this cause? And what are some solutions to these problems? deyilgan ekan. Keling hozir buni muammolarini har xil soha vakillaridan ko'rishamiz. Yana probkami? Mashinalar vashcha ko'payib ketdi-da, bor-ku. Hamma o'ziga mashina olgandan yo'lovchilar ham kamayib ketyapti. Yana shovqinda. Shu mashinalarda yana yamalarning ko'payib ketyapti. Tovarlar qanaqasiga chiqishi mumkin? Probka deb men boshimni ortmalaringmi? O'tda nech bo'lay otgan bilasanmi? Miyingni sig'dira olsam shu narsani davay tezlashtirib olib kellaringga. Sizdagi xavfxon kasalligi ko'p qavatli binoda shovqin, mashina qatnovi ko'p bo'lgan joyda turganligi sababli bo'lmoqda. O'shaning uchun kuningizni to'g'ri tashkil qilishingiz, to'g'ri ovqatlanishingiz, tabiat qo'ynida ko'proq bo'lib, tinchroq bo'lgan joyda uxlaganingiz ma'qul. Yangi yo'lni qurishimiz kerak. Svetoforlarni joriy qilishimiz kerak. Ularni hammasini loyihalashtirishimiz kerak. Bularga budjetni qayerdan olamiz? Davlat g'aznasida pul yo'q-ku. Mana siz bilan hozir 9 ta perspektivani ko'rib chiqdik. Endi orasidan takoy yoritib berishimizga osonroq bo'ladigan 3 tasini tanlab olib, bitta multiple idea body paragraphni yozib o'tsak bo'ladi. Bular bizda environmental, economic va social bo'la qolsin ekan. Let's go. Videoni pauza qilib diqqat bilan bitta g'oyamizni qanaqa qilib ikkinchi g'oyaga ulanayotganligiga e'tibor bering ekan. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda men hozir from a perspective structure ni ishlataman. Ya'ni bu nuqtai nazardan qaralganda bu degan ekan. Bu yoqda siz o'rtasiga xohlagan bemalol sohangizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun from an individual perspective yoki from a societal perspective yoki from a medical perspective, from a governmental perspective va hokazo. Buni o'rniga siz xohlasangiz from a standpoint yoki from a point of view yoki on a level structurelarni ham ishlatsangiz bu yoqda bo'lar ekan. Agarda bularni ishlatishga sal o'ta qiynalayotgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q, bular o'rniga siz o'zimizni sevimli firstly, secondly va thirdly linking wordslarimizni ham ishlatsangiz bo'lar ekan. Kstati, mana bu structureni bizda Simon tog'amizning o'zlari, ya'ni ex-examiner insholarni 9 ga bo'lib yozadigan odam asosan ishlatar ekanlar. Va men sizga xuddi o'sha changing perspectives degan texnikani ham bu yerda bitta insholarda ishlatib o'tganlar. Keling, buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Mavzuyimiz quyidagicha. University studentslar xohlagan narsasini o'qish kerakmi yoki faqatgina science va technologyga oid bo'ladigan topiklarni o'qish kerakmi ekan? Body 1 ni ikkita bo'tda perspektivada yozib o'tdilar. Birinchisi bu from a personal perspective, ya'ni o'quvchilarning o'ziga bo'tda bo'ladigan ta'siri bo'lar ekan. Ikkinchisi esa on the society level, ya'ni butun bir jamiyat va davlatga bo'lgan ta'siri to'g'risida bu yoqda yozilgan ekan. That's it. Siz men hozir bor yo'g'i 9 tasini bo'tda ko'rib chiqdik. Ekranda ko'rishingiz mumkin. Bizda aslida 30 ta bu yoqda perspektiv bor ekan. Ya'ni siz kelganchalik bu yoqda ozgina bitta g'oya bilan qiynalyapsizmi? Shundoq bo'tda topikingizni ochib olasiz. Shundoq bo'tda men bu 30 ta perspektivni ochib olasiz va har bittasiga bu yerda qo'yib chiqar ekansiz. 30 tasidan bu yerda g'oya topishingiz shart emas. 30 tasida ham bu yoqda bo'lmaydi. Minimum deganda 2 ta 3 tasidan bu yerda toping. Shu bilan siz bemalol 100 ta, 120 ta so'zli body paragrafni o'zini bu yoqda yozib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu bor yo'g'i bizning birinchi etapimiz edi. Ya'ni umuman sizda g'oya bo'lmasa, ularni qatdan kashf qilsangiz bo'lar ekan. Lekin sizga bir qiziqarli faktni aytaymi? Qaysi g'oyani tanlashingiz umuman
muhim emas. Eng asosiysi yoritib bera oladigan bu yerda g'oyangiz bo'lsin. Chunki ekzamenerlar sizni g'oyangiz qanchalik bu yerda qiziqarli ekan yoki noyob ekan bunga qarab umuman bahoni bermaydi. IELTS bu faqatgina sizni til bilish qobiliyatingizni tekshiradigan bu yoqda test bo'lar ekan. Ya'ni siz umuman detskiy bo'ladigan, u 100 ta odam ichidan bitta odam bo'lib ishonadigan g'oyani o'zini berib qo'yib, o'shanda ham siz bu yoqda 9 band skorni olib chiqsangiz bo'lar ekan. Siz ko'proq bitta-ikkita g'oyani topib, uni yoritib berish ustida ishlashingiz kerak. Ideas don't matter. What matters is their development. Keling hozir mana shunga fokus qilamiz. Lawrence Peter'da bir ajoyib gapi bor eshitgan bo'lsangiz. Agarda sen yaxshi maslahatni yomon maslahatdan farqlay olsang, senga maslahat kerak emas deydi. Writingda ham xuddi shunaqa. Agarda siz yaxshi inshoni yomon inshoda aniq-taniq farqlarini bilsangiz, marra o'sha 7 band skor sizniki bo'lar ekan. Keling buni real imtihonda tushgan bitta topik orqali test qilib ko'ramiz. It's sometimes said that people should be encouraged to get married before they are 30, as this is best for the individual and society. To what extent do you agree or disagree with the above statement? Bo'lar ekan. Ya'ni bizda odamlar 30 yoshdan oldin turmush qurish kerak ekan. Qo'shilasanmi, qo'shilmaysanmi degan bir fikrni beryapti. Bitta o'quvchimiz shunga badiiy paragraf yozgan ekan. U qo'shilmagan va 30 yoshdan keyin uylanish kerak degan. Sizning vazifangiz ekzamener bu yoqda bo'lib turib, mana shu badiiy paragrafni o'qib, unga band score berish bo'lar ekan. Videoni pauza qilib, diqqat bilan o'qib chiqing. Qalay chiqdi inshoyimiz. Shikarniymi ishlatayotgan so'zlarga e'tibor bering. Better communication, higher emotional intelligence, greater financial independence, personal identity, career stability, important o'rniga utmost importance bo'tadi. Buni nafaqat o'quvchilarning o'zi, balki uncha-muncha native speakerlarning o'zi ham ishlata olmas ekan. Mana shunaqa C2 levellarni bu yerda hozir ishlatib, shunaqa bo'ldi inshoyingiz, rasvo bog'lab chiqasiz. Bu zo'r insho emas. Vocabulary esa yaxshidir. Grammatikasi bu narsani yaxshidir. Lekin idea development sucks. Marking criteria'ni o'zida aytib qo'ygan 5 oladigan o'quvchi deydi, g'oyalarini bu yerda yoritib bermaydi. Mana bizda ham hozir xuddi shunaqa muammoyimiz. Too many ideas without development bo'lar ekan. Birma-bir hozir buni sizga isbotlab beraman. Birinchi gapini o'zidayoq bizda hozir 3 ta g'oyamizni o'quvchimiz beryapti. Communicationda, emotional intelligence'da va financial independence'da. Ikkinchi gapga o'tganda furthermore deb bo'ldi. Shu boshqa g'oyaga o'tib ketyapti. Kechirib qo'yasiz, tog'dan bog'ga o'tib ketdi-yu. Birinchi gapni tushuntirib berish kerak, 3 ta g'oyasini bu yoqda umuman tushuntirib berganligi yo'q. Va birinchi gapingiz bu topic sentence. Ya'ni ekzamenerga aniq-taniq butun bir baytis nima haqida bo'ladigan kurs turadigan gap bo'lgandan keyin buni 3 ta gap qo'yish kerak emas. Chunki ekzamener bilmaydi nima to'g'risida yozib qo'yishingiz. Bitta g'oyani o'zini qo'ying, mana shu narsa yetar ekan. Ikkinchi gapiga e'tibor beramiz. Older individuals are likely to have a more refined sense of personal identity. Shaxsiyatini bu yerda kashf qilar ekan. Good. Which is of utmost importance in relationships. Mana birinchi savol tug'ildi. Nimaga ular munosabatlarda muhim? Tushuntirmagan. Ikkinchi savolim bu yoqda esa qanaqa qilib shaxsiyat shakllanadi? Nima orqali bu shakllanadi? Ularning tajribasi bor, failurelari ko'p bo'lganda shu narsani yoritib berish kerak edi. Tushuntirmadi. Additionally bo'tadi career stability ni gapiryapti, lekin qanaqa qilib karyeraga bunaqa erishadi? Bu narsani ham gapirmadi. Keyin gapida misol uchun reduced family interference bo'tadi, lekin nima uchun boshqa oila a'zolari qo'shilmas ekan uning munosabatlariga? Tushuntirib bermagan. Oxirgi gapida ham bo'tadi health factorni gapirgan, lekin qanaqa qilib ularda healthier lifestyle borligini ham tushuntirib bermayotgan ekan. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yoqdagi hozir har bitta gapimizda miyamizda tug'ilishi mumkin bo'lgan savolga javob berishdan ko'ra, ular battar ko'proq savollarni o'zini yaratayotgan ekan. Siz badiiy paragrafingiz yomon yozilganligini qattan bilasiz. Shunaqa savollaringizga javob ola olmasangiz ekan. Eng katta muammo bu mindsetni o'zida bo'ladi. Ya'ni o'quvchilar ayrimlari buni hamma narsani bu yerda tushunadigan, dunyo qarashi bu yerda juda ham zo'r bo'lgan, bir ikkita gapdan o'shali men mana yozar ekan deb bilib oladigan ekzamenerga yozaman deb o'ylaydi. Yo'q. Siz bu narsani hammasini biladigan emas, balki hech nimani bilmaydigan, lekin har bitta narsaga qiziqib boradigan, har bitta detalini bu yerda kerak bo'lsa, so'rab oladigan yosh bolaga yozganda yozishingiz kerak bo'lar. Shunda qay darajada tushuntirib berishingiz osonlashib ketishini o'zingiz ham bilmay qolasiz. Keling sizga shuni ko'rsatib beraman. Ado. Xo'p, bolajon. Ahli uylanish kerakmi? Yo'q, O'zi
Zinchi piriq bo'lsa, uylanish qatdan xayoling keldi? Kattasi uchun bolalar tezroq uylanmasa bo'lmaydi so'zda deyishdi. Yo'q. Aldashgan bo'lasan bolam. Mana men onangga vaqtli uylanib o'p ketdim-chi bo'lsam, kechira olaver. Tinch hayot kechirasan. Nimaga? Chunki bu yoshga kelib odamlar ancha katta bo'lib qolgan bo'ladi. Moliyaviy holatini ham bitta yaxshilab oladi. Oiladagi mas'uliyatlarni ham bemalol bajaraveradi. Hozir mas'uliyatlar bo'ladi. Masalan, 32 yoshli juftlikni olaylik. Karyerasini topgan bo'ladi-da. Bittasi doktor, ikkinchisi o'qituvchi bo'lsin. To'y, uy, hojatlarni ham o'sha yig'ib qo'ygan bo'ladi pullar. Keyinchi. Keyin pul-mul, uy-joy bo'yicha urushib o'tirmaydi bolam. 30 yoshdan oldin uylansa nima bo'ladi? Agar 30 yoshdan oldin turmush qursa, hali yo'lini topmagan bo'lishi mumkin. Ota-onasiga bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan отношениясida muammo chiqadi bu. Tushundingmi bolam? Ha. Qanaqa muammolar? Adem menga uylanib yashokak baxtli-yu. To'g'rimi adajonisi? Bo'ldi, onajonisi. Albatta, o'ta baxtlimiz. Ishonasizmi yo'qmi? Sizdan o'sha biz 7,5+lik badiiy paragrafni yozib bo'ldik. Ha, shu darajada oson. Bu odatiy bizani har kuni bo'ladigan kichkina bir bolacha bilan suhbatimizdan kelib chiqdi. Adajonimizdan hozir hamma bergan javoblarni bitta kolonnaga yig'adigan bo'lsak, 5 ta gap chiqyapti. O'shani tap etib inglizchani o'ziga o'girib qo'yadigan bo'lsak. O'lala, masterpiece. Endi mana xuddi shu hozir yozilgan inshoni videoni pauza qilib yaxshilab o'qib ko'ring-da. Va boyaga birinchi inshoyimizga qaytib solishtirib ko'ring. Farqini sezyapsizmi? Vokabulyada qizig'i farqi yo'q. Boyagina vokabulyasi yaxshiroq aytash. Grammatikada qizig'i farqi yo'q. Farqi bu g'oyamizni hozir qanaqa chuqur formatda tushuntirib berilgani ekan. Misol uchun boya bizda g'ish formatda tushuntirilgan edi g'oyalar. Ya'ni hammasi tarqoq biror bittasi oxiriga tushuntirib berilmagan. Hozir esa bu pizza formati bo'lgan. Umumiy g'oya sal chuqurroq tushamiz, keyin misolga bu o'tayotganda mas'uliyatga o'tayotganda yana chuqurroq tushamiz. Aynan mana shunaqa pizza formatdagi sizga bu yerda insholar kerak bo'ladi bajini yozayotganingizda. Xo'p, qanaqa bu darajada bizdan oson bo'ldi? Bor yo'g'i bizani bolachamizni 4 tagina mana shu savolni so'raganidan bo'ldi ekan. Ya'ni birinchisi bu why? Nima uchun bo'lar ekan? Sizni har bitta bu yerda yozayotgan g'oyangiz why degan savolga bu yerda javobini berish kerak. Bu supporting sentence deb bizda ataladi. Keyingi savolimiz what kind, ya'ni qaysi turdagi bu example'ni misolni berish uchun bo'lar ekan. Bitta zo'r savolni so'rashganda, 7 band score bilan 8 band score insholarning nima farqi bor orasida deyishgan. Examples degan. Nimaga? Chunki hammani o'sha supporting sentence bir xil, hammani rezultati bir xil, lekin hammani example har xil bo'lar ekan. Aynan sizni inshoingizni ajratib turadigan narsa bu sizda misol hisoblanadi. Boyamiz biz misol uchun umumiy qilib boya aytgan edik. Supporting sentence bu mas'uliyatlarni talab qiladi. Mana example-da qaysi mas'uliyatligini aniq-taniq specify qilib, qaysi yoshligini aynan bu yerda coupleligini mention bu yoqda qilib ketdi ekan. Xo'p, keyingi bizning savolimiz bu so what? Nima qildi mana shu narsa bo'lsa, rezultat, natijani bu narsa ko'rsatib beradi. Oxirgi savolimiz what if bo'lar ekan. Ya'ni agar bunaqa hozir bo'lsa-chi, bir boshqa opposite situationni siz bu yoqda ko'rar ekansiz. Mana keling sizga osonroq bu yoqda bo'lishi uchun boshqa bir topikni o'zida ham mana shu 4 ta savolim ishlashini sizga ko'rsatib beraman. Aytaylik, bizda shunaqa bir IELTS savoli yaratilindi, misol uchun. IELTS bizda muhimmi yoki yo'qmi deydigan narsa. Endi qancha biz g'oyamizdan tanlovimizda da IELTS juda ham muhim deb aytdik. Keyingi savolni o'zimdan so'rayman. Nimaga IELTS muhim? Chunki undan katta ball oladigan bo'lsak, bizda karyera va o'qishimiz uchun imkoniyatlar ochiladi. Misol uchun. Endi mana keyingi savol bor. Qaysi turdagi, ya'ni example, hop, qaysi turdagi imkoniyatlar ochiladi va qaysi turdagi misol uchun o'qishga kira olaman? Garvard, Stanfordga masalan minimum 7+ bilan bu yoqda kirsa bo'ladi. Keyingi savol menda. Nima qildi? Nima qildi o'sha yerda men o'qisam? Agarda u yoqda men o'qiydigan bo'lsam, keyinchalik men ishga kirayotganimda boshqalardan ajralib turaman job marketda va shunga yarasha oyligim kattaroq bo'ladi. Hop, oxirgi savolim what if, ya'ni agar IELTS bo'lmasa-chi, mana shu paytgacha IELTS bo'lish kerak deb prosta buni opposite situationni ko'rib chiqamiz. Agar menda IELTS misol uchun bo'lmasa, mana shu hamma imkoniyatlarni bu yerda quruq qolaman va muvaffaqiyatga erishish ehtimolini kamaytirar ekanman. Hozir o'zbekchada javob berdim. Mana shularni birma-bir keling terib olamiz va chop etib ingliz tilini o'ziga o'zgartirib qo'yayotgan ekanmiz. O'lala, dadam, yana bir bor 7+lik badiiy paragraf. Shu darajada oson.
bizga qiyinlashtirib, sen birinchi bu strukturani yozasan, keyin buni bu yerda follow qilasan. Mana bunaqa wow deydigan bu yerda so'zlar, narsalar ishlatish kerak deyshadi. Yo'q, bularni hammasi sizni chalg'itadigan, insonni bir mohiyatini o'zini bu yerda tushunishingizga qarshi chiqadigan bizning strategiyalarimiz bo'lar ekan. Siz buni tushuna olishni, feeling qilishni o'rganishingiz kerak. Bular esa bizda to'g'ri savol so'rash orqali bo'lar ekan. Mana men sizga to'g'ri savollarni berdim. To'g'ri, bularni misol uchun orasini almashtirsangiz bo'ladi, boshqa charoqlarni bu yerda so'rasangiz bo'ladi. No 80% holatda deyarli любой bu yerda inshoingizga tushishi mumkin bo'lgan savollar mana shular bo'lar ekan. Bu buni eng zo'r tomonni sizga men aytaymi? Mana shu savollarimizda nafaqat bizani aniq-tiniq gapning ichida nimani yozishimizni ko'rsatib beryapti, balki bu gapni qanaqa boshlashligimizni ham ko'rsatib berayotgan ekan. Agar sezgan bo'lsangiz, men why degan savolni so'rayotgan bo'lsam, сразу this is because deb javob beraman. What kind degan savolni so'rasam, сразу for example deb javob beraman. So what nima haqida degan savolni so'rasam, as a result deb javob beraman. What if degan savolni so'rasam, however if degan structure'ni qo'llayotgan ekanman. Bo'ldi, tayyor sizni bu inshoingizga shabloningiz bo'lar ekan. Shuning uchun ham bundan olishingiz kerak bo'ladigan xulosa sizda nima bo'lar ekan? Mana bu narsani ishlatishni o'rganing. Mana bu narsani borib yana yangi so'zni men hozir yodlayman, borib yana men yangi momentdagi past perfect grammatikasini o'rganaman. Yo'q, bularni agar siz to'g'ri yo'lda ishlata olmasangiz, ko'rdingiz boya. Overall 6-6.5 da qotib qoldi misol uchun. O'sha 6-6.5 momentda 7.5 orasini qo'ysangiz, bularning orasida yarim 1 soatlikgina dars bor. Mana men hozir sizga dars beraman. Xuddi shuni bo'lib bitta borib ko'rib chiqsin, o'sha bazasi bilan hozir 7.5 ni olib chiqadi. Qarang. Bittagina dars o'qilib 1 ballga bu yerda ko'tarsa bo'ladi. Ya'ni sizni janglishingiz bo'lmay yaxshimi? Intermediate-gacha bu yerda o'qiganmisiz? Hozir men sizga o'zbek tilida birinchi gapirib, keyin shuni ingliz tiliga o'tkazayotganlarimni siz o'qiyotganingizda misol uchun 90% dan ko'pini bu yerda tushuna olyapsizmi? That's it. Siz hozir yeyotgan 5-5.5 da o'ynab qolib 6-6.5 ni bu yerda olsangiz bo'ladi. Agarda to'g'ri bu yoqda hozir savollarni so'rasangiz va strategiyani men sizga aytganimni bu yoqda qo'llasangiz ekan. Qarang, qisqa muddat ichida mana shunaqa bu yerda balans ko'rib o'sirsa bo'lar. Agarda buni to'g'ri tushuna olayotgan bo'lsangiz, agar qarang, men bekorga sizga shuncha jonim kuyib, achib-pishib gapirayotganligim yo'q. Meni qismatim sizda uchramasin deyman. Men o'sha IELTSdan writingdan 7.5 o'rganguncha bo'ldi, 100 tadan oshiq inshon o'zini yozganman. Har safar o'sha boshida borganda 5.5 vokalda grammatikani bu yerda kuchaytir. Yo'q, eng alam qiladigan joyi bu faqatgina writing o'zidan bo'lmaganda, o'sha listening o'ziga borganda bo'ldagina. Mana bu audiolarni eshitib yurdilar, boshqa hech nima o'rgatilmagan. Reading o'ziga borgan. Mana kitob o'zini ol, o'qi, readingga o'sib qoladi deyilgan 10 ta kitoblar tugatganman. O'sha 6.5 da baribir qotib qolganman. Speakingda mana shablonli strukturalarini yodla, mana shu natija o'sib qoladi deyishgan. Afsuski, mana sizga hozir bilimni beryapman. Mana shu narsani 10% ni ham menga berishmagan. Keyin juda ham hard way bo'lib, hamma o'quvchilarimda buni eksperiment qilib, o'zimda eksperiment qilib, keyingina mana sizga hozir o'rgatgan bu yerda bilimim kelib chiqqan ekan. Va bu bilimni o'zi hozir aytganligimdagi butun bir badiiy paragraf darsi bo'ladigan bo'lsa, bu bir 30-40% hisoblanadi. U yoqda men hali sizda bu yerda bo'ladigan gap turlarini gapirmadim. Mana shularni siz savollarni zo'r tushunishingizga yordam beradigan crazy planning to'g'risida gapirmadim. Inshonni mohiyatini anglashga yordam beradigan crazy analysis to'g'risida gapirmadim. Men hali introductionni, conclusionlarni, marking criteriyalarni, umuman ularni hozir qo'shayotganligim yo'q. Mana xuddi shunaqa bilim hozir siz ko'rganingiz. Bu listeningda ham, readingda ham va speakingda ham har bittasida bor. Mana bu fikrlashga oid bo'ladigan, sizni natijangizni 2 oy o'tirib kun bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, 0.5 dan 2 gacha ko'taradigan bilim. Men mana shu tizimni ishlab chiqdim. 10 mingdan oshiq o'quvchilarim mana shuni testidan o'tgan. 2019-yildan beri dars berayotgan bo'lsam, orasida o'sha 5 yili bu onlayn polni formatni o'zida o'tgan ekan va hozir nasib mana shu bilim berishni tizimni bu yerda eng cho'qqisiga chiqdi va sizga hozir men shuni taklif qilmoqchiman. Mana hozir bu yerda foydani siz oldingizmi? Ustoz, men bundan ham hozir ko'prog'ini olmoqchiman, faqatgina writing emas, boshqa seksionlar bo'yicha ham bu yerda bering. Men sizga o'xshab hozir o'sha 5 talab, 10 talab ustozga bormoqchi emasman. Sizga o'xshab bu yerda hozir xato qilgan ekansiz, 9 oy IELTSni o'qimoqchi emasman deydigan bo'lsangiz, пожалуйста. Men sizga hamma o'rganganlarimni, hamma o'quvchilarimga o'rgatadiganimni 2 oyni ichida o'rgatib beraman. Men IELTS Vision sistemasini kursini aynan mana shunga asoslab hozir tuzib chiqdim. Siz boshidan oxirigacha IELTSga nima kerak
kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'rganasiz. O'quvchilar ham o'sha bor. Natija olganlar 100 dan ortiq to'g'ri bilan qo'shilyapti. 5,5-6larini olib chiqib ketyapti. 2 oyning ichida 5,5-6 bilan bu yerda qo'shilyapti. 7,5-larini olib chiqib ketyapti. 7 bilan qo'shilayotganlar ham bor. 8larini bu yoqda olib chiqib ketyapti. To есть natijangiz sizni hozir 4,5 bo'ladigan bo'lsa ham, natijangiz 7 bo'ladigan bo'lsa ham, sizga bu to'g'ri keladi. Mana hozirgi darsni siz tushuna oldingizmi? Good. Undan keyingi darslarni ham siz bemalol tushuna olasiz. Va men sizga hozir bermoqchi bo'lgan narsam bu bilim как штык, обязательно oxirgacha bo'ladi. Lekin undan ham tashqari bu xotiralar, bu atmosfera, bu vaqt deydigan energiya bo'lar ekan, o'qishga bo'lgan xohish bo'lar ekan. Bo'ladi mana onlayn kurslarning o'zida sizga shundoq ekranni oladi, dars zapisini yozib, mana shu narsani ko'rib ollaring deydi. Bu u narsani zo'r bilim tushuntirilgan bo'lsa ham ochgingiz ham kelmaydi. Shundoq ochingizdan esnashni bu yoqda boshlaysiz, zerikib ketasiz. Yo'q, men sizga bu narsani taklif qilayotganligim yo'q. Sizga taklif qilayotgan narsam bu shunaqa bo'lmasa energiyaga boy bo'ldi darslar. Ulardan tashqari ularni keyin birga sizni o'quvchilar bilan bog'lab turadigan challengelar, ochilish, yopilish bu yoqda marosimlari, polnisi dars so'zida bir-birimizdan kulishi, boshqa narsa qilib, chesnoq-misnoqlarni yeb, mana shunaqa narsa bo'lar ekan. Dars qilish bizda oson, qachonki u narsani yoqtira olsangiz. Va meni birinchi bu yoqda niyatim hozir mabodo shundan qiynalib yurgan bo'lsangiz IELTSdan sizga shuni yoqtirtirish bo'lar ekan. Va mana shuning ichida 5 yildan oshiq biz ishladik, natijalarni o'zingiz ko'rib turibsiz. Sistema bizda tayyor, hamma narsa bizda bor, faqatgina siz tomonidan xohish bu yoqda. Bo'ldi, men bosaman, bizaman, mana shu 2 oylikda imtihonimni tugataman, shu IELTSdan keyin chiqib ketaman deydigan bo'lsangiz, bo'ldi ekan. Bu IELTS Vision kursi, bu prosta qo'shimcha kurs emas. Offlineimga ham boraman, u yerda ham o'rganaman, buni o'rganaman. Yo'q, offliningizni ham tashlasangiz bo'ladi. Boshqa individualniy ustozingizni ham tashlasangiz bo'ladi. 2 oy o'zingizni bag'ishlang, men sizga qolganlar ham o'rgatayotgandan 2 barobar ko'proq qiymatni bera olaman. Shu narsaga siz tayyormisiz? Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, pastiga tugma orqali havolani to'ldiring, sizga aloqaga chiqishadi va kurs bo'yicha to'liqligicha hamma ma'lumotni berishadi. Sizman bo'lmasa, kursda ko'rishguncha nasib birgalikda eng cho'qqa natijaga erishamiz. Ciao for now.